Alloh taolaning bir bandalarga bir rahmati, tavba qiluvchilarning tavbasini Alloh taolo kechiradi. Alloh taolo tavbani kechirguvchi zot va tavba qilganlarni Alloh yaxshi ko'radi. Qur'oni Karimda Alloh taolo innalloha yuhibbut tawwabin va yuhibbul mutatahhirin degan. Ya'ni Alloh taolo albatta tavba qiluvchilarni yaxshi ko'radi va pok bo'luvchilarni yaxshi ko'radi degan. Tavba qilsa banda, qarang, banda bir xato qilib qo'ydi, gunoh qilib qo'ydi, keyin nadomat chekdi va tavba qiladigan bo'lsa, Alloh taolo bandani yaxshi ko'radi. Alloh taolo uning gunohini kechirib yuboradi. Hadis sharifda keladi, Alloh taolo bir bandani yaxshi ko'rsa, Jabroil farishtaga aytadi: "Ey Jabroil, men falonchini yaxshi ko'raman, sen ham uni yaxshi ko'rgin" deydi. Jabroil farishta osmondagi farishtalarga aytadi: "Ey farishtalar, Robbingiz falonchini yaxshi ko'radi, sizlar ham yaxshi ko'ringizlar" deydi. Va yerda ham shu hukm ijro etiladi. Qarang, Alloh bir bandani yaxshi ko'radigan bo'lsa, hamma farishtalar yaxshi ko'radi degan. Hamma yaxshi ko'radi degani. Alloh taolo yaxshi ko'rishligining bitta sifati, bitta erishish yo'li tavba qilishlik bo'ladi. Chunki Alloh Qur'oni Karimda innalloha yuhibbut tawwabin. Albatta Alloh tavba qiluvchilarni yaxshi ko'radi deb marhamat qiladi.